Kechasi salqin bo'lyapti-ya, kunduzi issiq bo'lyapti, lekin kechasi uni teskarisi. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Mana bugun challenge'imizning 107-kuni nasib bo'lsa, hozir ish tugatdim. Mana qaranglar, mana bu sovuq o'tmasin deb qo'yib olganman. Mana bu shamoldan himoya qiladigan narsa. Mana bu yonimda suv oqyapti, qaranglar. Suv. Hozir ishdan qaytayotgandim. Bitta akamiz ko'rib qolib, shamoldan himoya qiladigan narsalar, salafanlar zo'r qo'yapsiz-ku dedi-da mana bu narsani. Shunaqa dedim. Tanidim dedi. Instagramda ko'raman sizni dedi. Instagram qanday dedi? Yaxshimi dedi. Rahmat dedim, Xudoga shukr dedim. Rahmat borlaringizga shukr, shunaqangi meni ko'rib qolib, tanib qolib, shunaqangi insonlar samimiy bo'ladi-da, hurmat qilaman. To'g'risi. Ko'ksini ko'rganga ko'ksini ko'rish kerak, hurmat qilganga hurmat qilib. Shunaqa. Rahmat, sog' bo'lingizlar, charchamayingizda. Davom etamiz, nasib bo'lsa, borib damda olamiz ertadan yana ishda. Rahmat, sog' bo'lingizlar.